Tezroq kesa. Hayajonlanmayapsanmi? Yo'q. Qo'rqmayapsanmi? Hayajon yo'q, nimadan qo'rqaman? 5 kara 5 25. Ertaga o'tganmanmi buni? Voy, yana o'ylanyapman ha. Endi baqat qilamiz endi bugun. Ota yana kayfga berilib hamma sirni aytib qo'ymang. Ishing bo'lmasin, ko'tingni qis. Tajribam bor meni. Aytma. Oila mustahkam bo'lishi uchun erkakni beli baquvvat bo'lishi kerak. Hammasi birinchi kecha chimildiqdan boshlanadi. Mana shu erkak beli baquvvat bo'lishi uchun chimildiqda zo'r narsalarni yeyish kerak. O'sha uchun bekor o'tirmaymizda, maqsad yeching qani, yeching maqsad. Men yechamanmi? Ya, конечно siz. Sizdan oldin 6tasini maqsadini yechib charchaganman. Yeching maqsad. O'tirgan joyimiz o't bo'lsin. Qora shokolad yegan. Maqsadni yechdim. Voy, buncha sassiq. Kiyov. Demaysiz. O'zimiz bilamiz nima qilish kerakligini. Haydang. Minutiga keladi bu. Boyadan beri burningizni yopib olgansiz, ochib o'tiring. Ammo paypoq edi, bu kislorod bu. Ota, Ha, tuxumni o'zim olib keldim, hech kimga ishonmasdan. malades. Ayol kishiga ishonch yo'q. Yana hamma sirlarni aytib qo'ymang, kayfga berilib. Borishingni qil, boya aytdim senga ko'ting qisib turing qol. Minutiga kilo xalar berma. Shu asalni yalatganingizdan beri bir nimagadir g'alati bo'lyapman. Yalatgaga yalatdingiz. Endi tuxum sindiring qani. Faqat ehtiyot bo'ling. Buni ham men sindiramanmi? Siz sindirasiz. Bo'ling. Oy, sekinroq dedim-ku. Tinchlikmi? Bilmaysizda kashini joni tuxumning ichidaligini. Bolalikda velosiped haydayman deb ramaga tushganim yodimga chiqib ketdi. Tozalang. Ulang emgura. Asal yemay ketayman bir. 7-si ham solib ketadi meni, 7-si ham solib ketadimi? Ha, ota, tinchlikmi? Tinchlik emas-da, tinchlik emas. O'zi aytdim, asalga qo'shilib nimadir menga yalatdi, g'alati bo'ldim. Kayfga berilib hamma sirlarini ochib qo'yaman. Sefdan 100 ming dollar pul, mashinani kaliti, dachani kaliti bilan olib ketdi. Ota, meni kechiring ota. Sana nimaga kechirish kerak? Asal keltirgan xotin bor-ku. Ha? Kelinni onasi bo'laydi. Men ham kayfga berilib hamma sirlaringizni aytib qo'yibman ota. Nima? Söyler baba